Oddiy cho'l hayotidan zamonaviy Dubaygacha Shayx Muhammad Roshid Al Maktum yoshligida ot minib, oddiy cho'l hayotida yashagan. Bugun esa dunyodagi eng baland bino, eng katta aeroport, eng katta sun'iy orollarga ega rahbar sifatida dunyoga tanilgan. Uning bir gapi mashhur: agar orzu qilsang, uni amalda qilish yo'lini top. Bugungi Dubayning rivoji aynan shu fikr timsolidir. Hammasi uning imkonsiz narsa yo'q degan yondashuvidan boshlangan. U doim bir narsaga ishongan, ya'ni eng katta boylik bu vaqt. Kim vaqtni yutsa, kelajakni ham yutadi. U haligacha juda erta uyg'onadi. Yoshi 70 dan ancha yuqori bo'lsa ham xodimlar bilan bevosita gaplashadi. Oddiy odamlar muammosini o'zi eshitadi, yoshlar bilan ishlaydi, Dubayni rivojlantirish loyihalari bilan tanishadi. Xullas, Dubayni eng tez rivojlanayotgan joyga aylantirishda davom etmoqda. Dubayning bugungi obro'si uzoq reja, qat'iyat va orzular natijasidir. Shayx Muhammad Roshid Al Maktum biz uchun ulkan bir saboq qoldirdi. Ya'ni, agar sen katta orzu qilsang, dunyo seni albatta eshitadi.